Assalomu alaykum. Xo'p, keyingi video qo'llanmamiz hisobot modulidagi doktorlarga pul berish qismi bo'ladi. Ya'ni bu ham asosiy qismlardan biri. Bu joyda o'sha doktorlarga yoki texnik xodimlarga pul berish qismini amalga oshirsak bo'ladi. Ya'ni bu joyda kiradigan bo'lsak, o'zi avtomatik doktorlarni yoki texniklarni summasini hisoblab ketadi. Ya'ni davolashlarini amalga oshirayotganda o'sha biz xizmatlarga doktorlarni biriktirib qo'ygan bo'lsak, qanchadir foiz qilib davolash amalga oshirilganda shu summani o'zi avtomat hisoblab boraveradi. Bu joyda o'sha summa degan joyda o'zi qiymat oshib boraveradi. Ya'ni bu joydan pul berganimizda o'zi avtomat ayriladi. Masalan, deylik, Azbek degan doktorga pul beramiz. Buning uchun mana to'lov qilish o'sha pul buttonini bossak, to'lov qilish formasi chiqadi. Ya'ni u doktorga pul beramiz. Masalan, 2.850.000 umumiy summasi bor, jam qarimasi. Unga pul beramiz. Masalan, bergandan keyin dastur orqali kiritib qo'yamiz shu narsani. Aytaylik, masalan, 850.000 so'm pul berdik. Karta orqalimi, naqdmi yoki bank orqali o'tkazib berdikmi? Bo'lishi mumkin. Masalan, naqd orqali berdik. Qaysi sanada? O'sha 1-marta berdik. Beradigan bo'lsak, mana avtomatik xodimga pul berildi, 2 million so'm puli qoldi. Endi buni ko'rish uchun ana to'lovlar tarixiga o'tishimiz mumkin. To'lovlar tarixida xo'p, bu joyda davolashdagi umumiy summalari chiqib turadi. Masalan, sanani olib tashlaymiz. Xo'p, mana to'lovlar tarixiga o'tadigan bo'lsak, mana birinchi sanada Azbek doktor deganiga 850.000 so'm pul berildi naqd orqali. Xo'p, endi mana Azbek doktorda umumiy 2 million so'm maosh qoldi. Yana shunaqa qilib to'lov qilishimiz mumkin. Masalan, 1 million so'm beradigan bo'lsak, 1 million so'm puli qoladi. To'lovlar tarixiga 1 million berildi deb yoziladi. Xo'p, texniklarda ham xuddi shunaqa. Hozir texniklar biriktirilmaganligi uchun texniklarning ma'lumotlari chiqmayapti. Bunda ham protsess xuddi shunaqa. Ya'niki bunaqa button orqali qancha summa yig'ilgan bo'lsa, shunchaki pulni berib qo'yamizda, bergandan keyin tizim orqali kiritib qo'yamiz shu berilgan summani. O'zi avtomatik ma'lumotlar saqlanib boraveradi. Xo'p, to'lovlar tarixi orqali o'sha qancha pul berganimizni chekilma to'lovlar tarixi bor. Qancha pul berganimizni statistikalari shakllanib boraveradi.